Tak, assalomu alaykum. Xullas, varikatselga 3 kishiga beraman. Qaranglar, varikatselga va ekzemaga dushanba kuni qabulda kelsalaringiz 3 kishiga beraman. Yana ko'proq qilishga harakat qilaman. Bir 10 kishiga berishim kerak. Varikatselga yo'q. Endi mana unday pipetkalarga soldik. Qaranglar. Mashonkaga maza qilib tomizasizlar. Vo. Ha? Bu uni ham olib qo'yishlaringiz ham mumkin, xullas. Ishlatsa bo'ladi-da, xullas, bilasizmi? Hozir aptekadagi pipetkalar shishalik emas-ku. Uni qarang, tayyor. Ishlatib ko'rasizlar. Ichkaridan ham beramiz. Varikatselga. Undan keyin ekzemaga ham xuddi shunday. Tashqi tomondan ekzemani ichkaridan boshqa narsa beramiz. Tashqi tomondan ekzemaga va mana unday narsa. Mazza. Вообще sifatli. Pipetkani o'zi uchun olishingiz mumkin. Представьте, вообще arzon qilib tashlaymiz. Tushundingizmi? Вообще ekzema va varikatselga dushanba kuni bepul beraman. Bepul aytib qo'yay. İmkon qadar 10 kishiga beraman. İmkon qadar. Хорошо? Ichakdagi suv o'tgani, imbir choy iching, tamom. Imbir ile xelba bilan arpa bodiyom, undan keyin zira urug'ini damlab turib iching. Tushundingizmi? Siydagdan qon ketishi sababidan, balkim buyrakdan sizga tuz ko'chgan bu tosh o'shani uchun, возможно, o'sha. Tushundingizmi? Shipovnik iching. Shipovnik. Yaxshi yordam beradi, xudo xohlasa. Как избавиться от соединения? Есть рецепт. Я же видео сделал же. Basirat. Я же видео сделал. Akasochning tabiiy to'kilishini qoldiradi, tiklaydi, mustahkamlaydi. Qarang, Muhiddinov Barotov eng yaxshisi yuzma-yuz muloqot. Sizda qanday organizmingiz nima o'zgarishini bilishimiz kerak. Ata qora sedanani yog'ini hech bo'lmaganda surtib yuring, baraka topib. Qora sedanani ichasiz, ham qoraytiradi, ham surtasiz, ichiga olov. Qoraytirish usuli yana bitta. Uni majnuntolni tomiri bo'ladi. Tomirini po'stlog'i bo'ladi. Po'stlog'ini olib soyada quritib, o'shani zaytun yog'iga yoki kunjut yog'iga solib turib vodinoy banyaga qaynatasiz. Ya'niki ichidagi elementlari yog'ga ajralishi uchun. O'shani surtib yursangiz ham sochingiz qorayadi. Menga 1 tiyinga qimmat, sochim oq bo'lsa ham mayli. Просто retseptini aytyapman. Tak, matkada 3-stepeni rak ximiya olyaptilar. Qanday dori bormi? Yuzma-yuz gaplashamiz. Gaymaritga biron narsa bormi? Lavroviy list yog'ini quyishingiz mumkin. Gaymaritga sложнойrog'i, oddiyroq usuli qizil lavlagini, sokini tomizing. Mana qo'siniz. Qisini qiling. Ich qo'shishga nima qilsa bo'ladi? Arpani qaynatib iching, ichiga sliva qo'shib yoki zig'ir urug'ini yoki do'konlarimizdan issa bo'ladi yoki chudo detoks. Assalomu alaykum. Qachon kecha? Assalomu alaykum, assalom. Jizzaxga ham boramiz, xudo xohlasa. Yozishim yugurim, poliartritim bor. Poliartritga hozir ayni damda kovrak bilan aksion artrit ichasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi? Yaxshimisiz? Salom berdingiz, va alaykum dedim-ku, ishlayapti. Yaxshiman. Men chap oyog'imda ana Minsk kalena chiquvdi. Lecheniya oldim. Minsk nima? Kalena. Minsk kalena? Ha, Qanaqa kasallik bo'ldi? suyak ichida Minsk? Minsk. Minsk. Uni lecheniya qiluvdim. Endi o'ng oyog'imni tizzasini chashkasi og'rib bir anaqadan chiqolmay qoldim. Ana nol artritisi qiyoqdan. Xola, nol artrit meniki emas. Men biron marta ko'rsatgan joyim bormi? E'tibor bering. Qayerda va qachon ko'rsatdim? Bir Instagramda ko'rdim-da, ko'k idishda. Ha, ko'k idishda, lekin nol artrit demaganman hech qachon. Nima edi u? Cho'lchang anaqasida. Da, cho'lchang bor edi. Hozir hammasini o'zgartirganmiz, chunki narxi 500 ming edi. Hozir yangi formada, ham haqiqiysi. Hozirgi nol artritni ichida eshiting endi. Hozirgi sotilayotgan nol artrit ichida quritilgan cho'lchang bor. Undan keyin bedanani oyog'i bor. Bedanani quritilgan oyog'i. Bu qanchalik toza notozaligini men garantiya bermayman. Shuning uchun bizlar haqiqiy cho'lchang ekstraktidan, ya'niki 10 kilodan 1 kilo chiqadi ekstrakti. O'sha narsa bor. Ichiga basiliya qo'shganmiz. Aksion art chiqardik.
Undanda yana chiqarib 3 xil, 4 xil narsa chiqaramiz. Shuning uchun sizga Action Art bilan ana uni tavsiya qilaman. Ichida yog'lari ham bor. Action Art bilan kovrayni tavsiya qilaman. Shu Yana nima shog'ir? o'ng oyog'im voобще og'rimasdi. Chap plechini qilsam, o'ng oyog'imda zinalardan chiqolmay qoldim. O'zi endi 45 ga kirganman. Yaxshi edi. Vesiz bormi? Vesiz bormi? Vesimni kamaytirdim, hozir sal semirganman. 80 kilodan oshiqman-da. Lekin viddan unaqa o'xshamaydi. Unaqa semizmasman. Bilib Keyin yana oldingizmi ishingizni? Nima yana ishingizni boraman. bildingizmi? Do'koningizga boraman. Mani Qaysi qo'yliqdagi do'konimga? hozir aytaman. Chorsudan o'tgandan keyin nima edi? O'sha kuni aytdingiz efirda. Hozir aytaman. Nima edi? Chorsudan o'tganda. Ko'kcha darvoza oldi. Ko'kchada dedingiz. O'sha yerga Keyin boring. yana bitta savolim bor. Men analiz topshirsam gemoglobinim yaxshi chiqadi. Temir moddasi kam deydi. Yana qonim quyuq chiqaveradi. Faqat Qonni suyultiring. Qonni suyultiring. Xudo xohlasa, aynan temir qonni suyuladi, xudo xohlasa. Temir moddasiga boy bo'lgan giyohlarni ekstraktidan tayyorlab, sizlarga, ya'niki hemopleksga o'xshagan narsa chiqaramiz, xudo xohlasa. Mana beremenlar ham ichadi-ku temir moddasi kam. Aslida temir moddasi krapivada ko'p. Krapiva esa qonni quyultirish ehtimoli bor. Shuning uchun sizga uni tavsiya qilmaymiz-u. Temir moddasi xullas chiqaramiz, dori chiqaramiz. Xo'p. Shuni chiqaring. Oshqozonim og'riydi tabletkalardan suyultirishga. Hech qaysisini. Keyin yana bitta savolim bor. Shu Savolingiz ko'payib ketmadimi? oshqozonim kasalim ko'pda. Oshqozonim bezovta qiladi. Ichaklarim og'rib mana shu bir sezonda. Shunga men har doim sizni kuzataman, O'tingiz bormi? O'tim, jig'ildonim qaynamaydi, lekin anaqa uzida yaxshi, такой yomon demaydi, faqat shu dorilarga sal nito yeb qo'ysam, kechqurun ovqat yesam hazm bo'lmaydi. Хорошо. Xelba iching. Xelba bilan yuqorida aytib o'tdim, arpa bo'diyonda damlab iching birgalikda. Xo'p, imbir ham yaxshi foyda beradi hazm tizimiga. Ovqatdan oldin yoki ovqatdan keyin bir choy qoshiq suxoy imbirni yutib yuboring. Xo'p, qo'yliqdagi do'koningiz endi yo'q-a u? Bir boruvdimda men. Yuqorida aytdim-ku sizga, Toshkentda faqat Ko'kcha darvoza. Kelishdingmi? Mana hozir bitta savol kelib tushyapti, Farhad sizga do'kon ishlayaptimi? Xabarim yo'q, Forest Green. Chunki Toshkentda bitta yagona bizning ofisimiz bor. Lekin sizga katta rahmat, buni bilmadim. Har doim kuzataman, zo'r foydali narsalar aytasiz. Ko'pchilikka tavsiya ham qilaman. Salomat bo'ling, opa. Anaqalaringiz yaxshi, sog' yuring har doim. Salomat bo'ling. Anaqaga chiqing. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Hamma yog'laringiz chiqibdi tanamiz. Hamma yog'larimiz qichibdi tanamiz, nimadan bilinmayapti. To'liqroq ma'lumot kerak menga. Так, здравствуйте, Ajay, пожалуйста, про соклопуха. Реально ли он так полезен? Да, Aurahead. Он реально полезен. Полезен, да. Как употреблять по одной столовой ложке 3 раза в день? Да, реально помогает. Он очень хорошо чистит лимфу. Хорошо. Заморозки сделайте, на целый год можете. Ну, в холодильник заморозки есть? Вот так. Холодильник вниз. Вниз, так. Насколько хватит. Да, qaramadingiz, omad efirga salomat bo'ling. Ziyohiddin Rustamov. Kim bu? Tak. Salom alaykum. Varikozga qandaydir yechim bormi? Bor. Migren bor. Nima qilishim kerak? Migrenga Mumio yaxshi yordam beradi. Hijoma qilishingiz mumkin. Ya'ni mana bu yerdan migrenga. Undan keyin olma sirkasini tengma-teng suv aralashtirib, qaynatib bug'iga ingalyatsiya qilishingiz mumkin. Almaty adres aytib yuboring. Xo'p, istoriyaga qo'yaman uni Almaty adresdan. Yoki Telegram kanalimga kirasiz, hamma nimalari bor. Soqolni qanaqalar o'stirsa bo'ladi. Soqoldimi? Achchiq o'rmonni sokini surting. Yoki bo'ymadaronni kuydirib, kunjut yog'iga aralashtirib yoki kastor yog'iga, kana kunjut yog'iga aralashtirib surtib yuring. Sidino qon ketganda so'raganimda infeksiya yuqqan bo'lishi mumkin deyishdi. Хорошо, infeksiya yuqqan bo'lsa, korni aerobolotnova yoki korni deganda tomirni nazarda tutyapman. Korni divesila, korni aerobolotnova, undan keyin korni kupena hamma narsa bor. Butun tanamiz qichishida
Otabek va Sitora, to'g'ri tushuntiring. Nima uchun qichiydi? Qichma bo'lgansizmi? 4 yoshdagi qizimning uzlovoy zob bor, emni qilib bersam bo'ladi. U nastoyka bera olmaymiz-da, 4 yoshli uzlovoy zob. Gaplashishimiz kerak. Ozishga dori chiqardilaringmi? Bir hafta qoldi. Как избавиться от храпа? От храпа надо похудеть в первую очередь. Есть такая информация. Лечение от храпа. Это корни аэроболот, корни алпея лекарственного. Gidrotseliga ayting. Oson bo'lsa ekan shunday aytib yuborardim. Qarshidan salom. Qarshidan assalomu alaykum deyilish kerak. Так, hozir kelarda assalomu alaykum assalom. Mirshoh yaxshimisiz? Tinchsiz? Mirshoh? Xudoga shukr efir qilayotgandim. Mirshoh. Хорошо, давайте. Mayli. Qo'yliqdan oluvdim. Quyliq bizlarga tegishli emas. Keyin qon ketganda bo'lishi mumkin-da. Uni aytdim. Ich qotishga zir uri ichsam ozdirib yormaydimi? O'lmaysiz. Ibi, ozdirib yormaysiz. Siz bilan qanday gaplashish mumkin? O'g'lim 14 yildan beri allergiya, toshma kasalligi. Hozir gaplashamiz-da. Sal qoldi zablokировать qilib yuborishimga. Выйти прямой. Keling yuzma-yuz gaplashamiz. Tak, assalomu alaykum. Oyog'imni bo'g'imi yo varikozmi ag'riydi. Nima qilsam bo'ladi? Nimaligini ayting. Sobira va Umida chiqmadingiz. Salomat bo'ling. Tak, varikozim ag'riydi. Nima qilsam bo'ladi? Iltimos aytib bering. Bo'g'immi yo varikozmi? Oldin bilib olishimiz kerak edi nima og'rishini. Bo'g'im og'rig'iga aktsion artda aytdim. Hozir rasmini ko'rsata olmayman. Iloji yo'q. Varikozga nastoyka konskого каштана. O'tdagi tashda operatsiya qilmasa ham bo'ladi. От гипергидроза подмышек, что можно... У вас изменение обмен веществ или солевой обмен веществ, так называется вообще-то. Надо мочегонные, очистить лимфы, гипергидроз подмышек. И в книге Ибн Сино «Канон врачебной науки» написано, что при гипергидрозе подмышек обыкновенно квасцы. Надо смазывать квасцы. Воду перемешать и yayoq, gul, qo'l. Oyoq, qo'l terlashiga tavsiya. Hozirgina aytdim, faqat rus tilida gapirdim shuni. Soqolli qama yuqorida aytdim uni. Man ulgurmayapman. Выделение гнойной в женском что-то у вас есть, онкоцитология отрицательная. Давайте, Тойбастер, надо посмотреть ваши анализы. Не будем так смотреть, хорошо? Надо посмотреть ваши анализы. O'g'limni burni qonyapti, nima qilsa bo'ladi? Qondagi 1 soat, yarim soat bo'ladi. Qonda qonaganda 1 soat, yarim soat. Tohir, analiz. Qon suyulib ketgan bo'lsa, qon analiz kerak bizlarga. Bekorga qonamaydi. 1 soat qonaydi deyapsiz. Analiz, qon topshiring. Vitiligo davosi bormi? Bor. Vitinol aktivni telefoni 71lik kod bilan 205 0885 ga telefon qilasiz. Siz bilan qanday bog'lansam bo'ladi? Nima masalada? Vitiligoga aytasizmi? Oshni sal e'tiborli bo'lganingizda videolarimni ko'rsangiz tushunardingiz. Video qo'yganman-ku, vitinol aktivni deb. Хорошо, keyin iltimos yozmaysizlar, aytasizmi? Bu buyruqday tuyulyapti-da menga. Kelinglar, bir-birimizni hurmat qilaylik. Manda bo'qoqda kista, женскийda kista nima ichsam bo'ladi? Kistalarni so'rdiruvchi nastoykalar bor. Ya'niki, sizga ana Boliголов nastoyka bilan ana uni o'tirmaydi. Nastoykalar chotka belaya bilan Tarento uchov ichiladi. Pankreatit, gastritga ayting. Pankreatit, gastritga birinchi kisel iching, gastritis davolab olaylik. Хорошо? Pankreatitga bo'lsa nastoyka propolisa yoki xelba urug'ini damlab iching. Ya'niki oshqoz damini qaytarish uchun arpa bodiyom, zira urug'larni qo'shib damlab iching. Savolimga oldindan rahmat. Qaysi adresga borishim kerak? Ili shaxsiy nomer bor. Shaxsiy nomerga telefon qila olmayman, Sobirova. Telegramda gaplashmayman. Muammo ko'paymasin.
Toshkentda bizlarning ofisimiz. OKTG gruppada ham so'rayapman, mani ko'taring. Aziz Shoh ko'taryapman. Vitiligoga уже aytdim, siz bilan qanday bog'lansam bo'ladi? Muhammadjon, пожалуйста, chiqing. Samarqanddagi filial nomerini yoqing. Yoqing. Tushunmadim. Da eshitaman sizdan. Adresni aytadi. Adres Telegram kanalimga kirasizlar, hamma adreslar geolokatsiyalari ham bilan. Telegram kanalim yuqoridagi ana unda profilimda nimasida turibdi. Silka orqali o'tib ketasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu eshitaman sizdan. Marhamat aka, yaxshimisiz? Birodar, eshitaman, savolni bering. Oka, anu torpeda doringizni olmoqchiman, xullas. Tarento. Tarento. Torpedo nomi o'zgargan. Tarento. Hozir sizni soxta akkauntlaringiz ham ko'payib ketdi. Sizni nomingizni Birodar, ochilgan. mana haqiqiy akkauntim, ikkita akkauntim bor. Biravi 770 minglik, biravi mana shu. Ko'pincha efir mana shundan qilaman. Galochkaligi bor. Bunga ham xudo xolisa galochka olamiz. Bo'ldi, o'shaning uchun sizni o'zingizni tavsiya qilgan joydan olmoqchiman. Toshkentda Yaxshi, qayerdan, Telegramga kimdan kirasiz. olsam bo'ladi? Eshiting, Hop. Telegramga kirasiz, hozir silka bo'yicha Aha. videolarni ko'rib chiqasiz. Tushundingizmi? Andijon, Namangan hammani telefon nomerlari qo'yilgan. Хорошо? Bo'ldi. Qarang, uni onam yaqinda больницаdan tushdilar. Infarkt oldi holat deb berdi-da bizga. Shunga ichsalar bo'ladimi? Kovrak bilan birga ichasizlar. Kovrak bilan. Ikkovini. Kovrak bilan, ha? Bo'ldi, rahmat. Alloh rozi bo'lsin, aka. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p. Sariyazga yem bormi? Bor. Ruskul 76 uni как раз hozirgina yana bitta natija bo'ldi. Mana Telegram kanalimga tashladim. Telegram kanaliga qarang. Hozir ko'rsataman. Telegram kanalim. Vo, necha kunda? 1 oylarmi ichida. Vot. Ko'ryapsizmi? Mana hozir bunday qo'yay. Assalomu alaykum. Vot. Vot. Ko'ryapsizmi? Mana. Do'y posli. Telegram kanalga o'tib bemalol telefon nomerlari va mana savol javoblar o'tkazyapmiz. Ko'ryapsizmi mana? Savol javoblar Telegram kanaldan. Ko'ryapsizlarmi? Bemalol savol javob. В Телеграме мы делаем вопрос. Qabul qilib olay. Всё. Короче, Buxoroning Sochi. Keldingmi? Ko'kragidagi kistaga Tarento bilan Baligalov zo'r yordam beryapti. Tushundingizmi? Николс. И на грибок проконсультировать можно с ними с вами. Смотрите, Мирашка, у меня есть при микозе рецепты. Пожалуйста, напишите после прямого. Я закончу эфир. Напишите, я отдельно видео сделаю. Хорошо? Просто пишите комментарии и все. Boshim qattiq og'riydi. 5-6 kun masalan 33 yoshim. Hayz kelarda boshim qattiq og'riydi. O'zi ko'pincha ayollarda shunday bo'ladi. Hayz kelayotgan paytda qo'rni og'riydi, boshi og'riydi. Milisa lekarstvenni ichib oling, uspokоительный bo'ladi. Balkim 33 yosh bo'lsangiz, qoningiz kamdir. Qoningiz kam bo'lsa og'riqli keladi. Yo'q, qon qayerdan kelsin ichiga olov. Shuning uchun qandaydir o'zgarishi bo'ladi. Вы поняли, Мирачка? Samarqand filialingiz nomerini bering. Bermayman Samarqand telefon nomerini, Telegramdan olasizlar telefon nomerlarini. Prostataga nima qilsa? Prostataga yer bag'irlagan temir tikandi. Ayni damda yer bag'irlagan temir tikan bilan ana o'shda qush tili deylik, o'zbekchasida горец птичий или спорож deylar. Ekan qo'shib damlab ichib, oddiygina.
Tak, tanilgan foyda beradimi? Hozir men yantoq ichyapman. Qarang, allergiyaga zo'r yordam beradi. Chunki antiparazitarka va qonni tozalash xususiyatiga ega. Yuzdagi dog'larga nima qilsa bo'ladi? Jigar va oshqozonni ichaklarni tozalash kerak. Tak, artrozga qanday dori? Artrozga qanday dori? Go'zal Ativa. Если вы из Казахстана, Artfit есть. Если вы в Узбекистане в данный момент, есть Action Art. Но только не могу показать в каком виде. Aka Andijondamiz. Andijondamisiz? Yo'q, uydaman. Грудной отдел, шейный отдел позвоночника, что помогает? На какой болезнь? Bixteriya degan og'riqqa qanday yem bor? Chervitrini jeb Olmata ne istagan bo'ladi? O'tinish. Так, Maziataybaeva. На русском языке объясню вам, если русский язык знаете. Бехтерева, болезнь Бехтерева – это аутоиммунное заболевание. Имейте в виду, это аутоиммунное заболевание. Если начальная стадия, можно избавиться. Если уже поздно, если уже так затвердели, это вообще, это проблема. Договорились? Shuning narsani qayerdan bilasiz? Ko'rsataymi? Qayerdan bilaman? Kitob o'qiyman, kitob. Baraka topkurlar. Kitob o'qiyman, Kirbistron ichaman. Так, kortizol tushirishga nima maslahat berasiz? Oddiy eng oson kortizol tushirishga birinchi gormonal narusheniyani to'g'rilab olishga. Masalan, gormonal narusheniyani hozir ana uni berishim mumkin sizlarga. Menopauzin gormonal narusheniyaga. Undan keyin kortizol tushirish uchun romashka, oddiygina romashka choy bor-ku, ichiga melisa lekarstvenniy, kalendula lekarstvenniy uchun damlab ichish kerak. Kortizol oshganda siz semirib ketasiz. Semirib ketasiz, mo'ylovlaringiz chiqib boshlaydi. Ayollarda juni ko'payib boshlaydi hamma joyiga. Erkaklashib ketaveradi. Shuning uchun kortizol tushirish kerak. Uspokоительный, ya'niki miyani tinchlantirish kerak. Men ozib ketyapsan. Nima qilsam bo'ladi? O'zingizni nazarda tutyapsizmi? Хорошо. Tak, qahramonga meni qo'shing. Xo'p, qo'shaman. Mana, chiqing. Tak, teridagi gribokni qanday davolasa? Gribok. Mana qarang, salitsiliy kislota. Aptekaga kirasizda salitsiliy kislotani olasiz. Glitserin bilan aralashtirib, tengma-teng badaningizga surting. Gribok. Ili oddiy usuli. Karaduba imon po'stlog'ini qaynatmasiga yoting. Tushundingizmi? Gemoroy как лечить? В каком стадии gemoroy? Men belim og'riydi, yursam ham, o'tirsam ham. Nima uchun og'riydi? Tuzi bordir, shamollagandir. Nima uchun deyapman? Issiq ovqatdan burnim oqib boshlaydi. Nima maslahat berasiz? Ovqat yemang. Issiq ovqat yemang, burningiz oqmaydi. Davleniya nima maslahat berasiz? Yoshim 38 da. Davleniya nima uchun chiqayotganini bilishimiz kerak. Buyrakdanmi, yurakdanmi, qondanmi? O'shani bilishimiz kerak. Tak, bu o'stirgani Telegramimda ana qo'yganman, video qo'yganman telefon nomerlari bilan. Xohlasangiz telefon qilishingiz mumkin. 93lik kod bilan 5 786 786, lekin dorilar juda kam qoldi. Qolmadi desam ham bo'ladi. Tak, Klimixga davleniya nima deysiz? Klimixga davleniyaga mana uni aytaman. Menopauzin forte. O'shani olingizlar. Вот, rasmi. Video qo'ydim-ku bu haqida. Trombotsit temel. Тромбоцит туман degan тромбоцит, низкий тромбоцит. Настойка фирулы или сам каурак на русском языке. Фирула, асфидита называется, смола. Фирулы и, пожалуйста, если тромбоцит тумен, крапива. Крапива, тысячелистник и можно добавить пастушью сумку. Gemoroyga ayting aka, har bahorda qo'zg'aydi. Gemoroyda turlari bor, qaysi bilan? Turmush o'rtog'im tizzalari og'riydi. Shu yuqorida aytib o'tirim. Bexteva chervida, terida, jeb Almatada. Tureydi. Хорошо, ichib turing o'sha narsani. Так, грудной отдел, шейный отдел позвоночника, грыжа, что помогает? Шахот, не знаю откуда вы, если вы из Казахстана, пожалуйста, есть Artfit. И лошадиное масло, я на эту тему видео делал. Пожалуйста, посмотрите. И надо гимнастика обязательно. Если вы в Узбекистане, это отдельная тема. Просто скажите откуда. Витинол джукты кезде бола береме кол. Витинол джукты кезде Юкли кезде бола береме. На русском языке напишите, я не понял. Testosteronni uy sharoitida qanday ko'tarsa bo'ladi? Oddiygina yer bag'lagan temir tikanni sokini chiqaring.
ya'niki bo'ri tikan, chaqish tikan deydi. Sokini chiqaring, bir 100 gramm chiqarib, o'shani asalga aralashtirib yoki bir qaynatib olib, shunda iching. Yoki o'zi aslida Ibn Sinoning kitobida bunday deb yozilgan. Ana yer bag'irlagan temir tikanni sokini chiqarasiz, ana uni chiqarasizda bir 100 gramm, 200 gramm qilingda quyoshga qo'yib qo'ying. Quyoshga qo'ysangiz sal ispareniya bo'ladi, quyultirish kerak. O'shanga ozroqdan asal bilan ichib yuboring, bong'illatadi. Yoki qora sedana, zira urug'i, qora zira urug'i va sholg'om urug'larini tengma-teng aralashtirib, faqat ana qora sedanani urug'i sal ko'proq bo'ladi, bir baravar ko'proq bo'ladi. Asal aralashtirib, bir osh qoshiqdan yeb yuring, ham urug' foizi ko'tariladi, ham damkarat ko'tariladi. Tushundingizmi? Ya'niki keyin sholg'omda urug'ini ham aytganman, eslasalaringiz. Витинол беременна нельзя. В данный момент, если она беременна, витинол, смотрите, есть клоповник крупковидный. Растение клоповник крупковидный. Сейчас покажу вам. Смотрите. Растение клоповник крупковидный. Фото. Мочевая кислота. Что можно? Почечный чай или корни подсолнуха. Вот. Клоповник крупковидный. Вот. Выжать сок и смазывайте, пожалуйста, где пораженные участки. Если у вас витилиго, да, это не экстракт, длительное время надо. А как сохранить длительное время? Я сказал, что выжать сок, добавить спирт. Или в холодильник. Как сок лопуха, как заморозку сделайте, пожалуйста, и смазывайте каждый день тогда. Хорошо? Следующий, ишияс как лечить? Ишияс это в книге «Канал врачебной науки» написано, если 40 дней попьете зверобой или тысячелистник, он излечивает трудно вылечимый сидялищный нерв. Снаружи тоже надо смазывать, надо обыкновенное масло баранина, да? Курдючное, масло курдючное. Смазывать и массаж делать. Так, куда мне писать? Мирачка, куда писать? После. Вы что, издеваетесь, что ли? Куда писать? Так, use red just the Сестра, если вы недовольны, пожалуйста, скажите, я недовольна. Потом я сделаю выводы. Я не успеваю, пожалуйста. Я не обязан. Давайте друг друга уважать. Хорошо? Насчет грибок. Какой грибок? Красный плоский lishayga nima ichsam bo'ladi? Ichmaysiz tashqaridan. Antiparazitlarga ichasiz tashqaridan oddiygina. Hozir aytaman. Qora sedanani yog'ini surtsangiz ham yaxshi bo'ladi. Красный плоский lishay. Olma sirkasi bor-ku, qora sedanani anov bilan aralashtirib. Video qilganman-ku. Hattoki ekzemaga to'g'ri keladi. Olma sirkani shunday lattaga botiringda, красный плоский lishayga anov qiling. Yoki piyoz suvi aytganda mana piyoz bor-ku, piyoz bilan asalni yaxshilab aralashtirib, suvi tarqaladi-ku piyozni. O'shani surtib yuring. Здравствуйте, что делать, чтобы ребенок не грыз ногти? Антипаразитарку надо делать. Зан, апа, ателье. Потому что у него кальция нехватка. Антипаразитарку дайте. Бехтерова, как пить черви изо рта? Микоз кожи у меня, они увеличиваются плохо. Я сказал, после заканчивания, закончится же эфир. Или в других комментариях напишите. O'pka sarkoidozga 1 minut aytaman. Timurov Farruh sarkoidoz. Siz Namanganlik anondanmisiz? Navoiydanmisiz? Ko'pincha Navoiydagilar sarkoidoz bilan nima qiladi-da, kasallanadi. Хорошо? Так. Как лечить ишияс? Я уже сказал же.
soch, qosh, kiprik to'kilyapti. Xo'p, yozinglar, kommentariyaga yozinglar. Efir tugagandan keyin shunga qarab sizlarga har bitta video qo'yib ketaveraman. Пишите комментарии, когда я закончу эфир или в других. Пишите, не ленитесь. Хорошо? Витили, как я же сказал. Мен Алтынбек. Алтынбек, я узнал вас. Алтынбек, какие проблемы? Да. А ну-ка, выходите сюда, Алтынбек. Я узнал вас. Вы из Кыргызстана. А ну-ка, выходите. Rahmat qahramon. Ne, problema yo'q. Nima? Алтынбек. 21 yosh, уже kechikdingiz. Только зашла. Не знаю, Макрал, откуда вы? В Казахстане есть наша продукция Витинол активного. Если нет, спрашивайте. Если вы из Узбекистана, пожалуйста, в каждых наших филиалах есть Витинол активного. Да, но длительное лечение, время лечения, до полгода, до года можно употреблять. У меня в телеграм-канале по ссылке, если что. Я до и после анализа, до и после результаты Шимкент. Ну, спрашивайте в Шимкенте Витинол активного Нео. Там есть. Аллергия эмне qilish kerak. От чего аллергия? Бехтерева, как пить червей? Вот так. Какой вопрос это? Как пить? Кыргызстан, аллергия. У всех аллергия. У всех аллергия. Давайте антипаразитарка сделаем. Антипаразитарка. Аллергия. Пейте сыворотку. Он очищает сыворотку. Молочная сыворотка. Он очищает кровь. И против аллергии. Еще. Корни девя сила против аллергии. Сам верблюжья колючка против аллергии. Антипаразитарка сделайте аллергии, грибки. Все, надо избавиться от этих. Vaskулитga qanday davolasa bo'ladi? Vaskулитga qurtilgan chuvalchang zo'r yordam beradi. Vaskулитga qurtilgan chuvalchang, keyin настойка конского каштана и тарента. И снаружи надо смазывать. Tashqaridan ham surtiladi. Бехтерова, Емин Айтынышча. Аика, я вам уже третий раз. Давайте, выходите сюда. Выходите сюда. У вас есть трибистрон, да, под рукой всегда. И всегда я готов. Halila yaxshimi ichish qochishiga? Ich qochishiga pul xarajat qilishingiz shart emas. Oddiygina meva sabzavotlarni yeb yuring yoki arpani qaynatib iching, suvini qaynatib iching, ichiga sliva qo'shing, o'rikni qo'shing, qaynatib iching, mayiz qo'shing, qaynatib iching. Что-нибудь от алкогольной зависимости порекомендуйте, пожалуйста. Есть кукольник, растение кукольника. Забейте в Google. Мусаввар Муминова. Растение кукольник. Есть еще копытень. Но самое распространенное это кукольник. Хорошо? Танзилит, КМ, это каротинский танзилит, фарингит. Siydik tutolmaslikka yoshini ichida. Как выхожу эфир? Смотрите, Алтынбек, я вам запрос отправляю. Вы нажмите, когда я отправлю. Я запрос отправил вам. Во. Ассаламу алейкум. Алтынбек, брат, у вас интернет плохо работает. O'zbekchasini ham ayting. Kukilnik o'zbekchasiga 55 ta. Matka отпущение bo'lishi mumkin sizda. Oppushение matga, matkangiz tushgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun siydik tutolmayapsiz.
Burishtiruvchi narsalar kerak. Parkinsonga dori bormi? Bor. Parkinsonga dori bor. Tak, nima yesam, narsa yesam ich ham qotyapti, ketyapti. Qornim ishib ketyapti. Eng ma'quli yemang, baraka topkur. Yemang. Birinchi ichingizni yaxshilab bo'shatib oling, baraka topkur. O'zingiz bilan qanday bog'lansa bo'ladi? Oddiygina, mana ko'kragim og'riyapti, sut qotib qolgan. Nima qilsam bo'ladi? Toshkentda magazin yo'qmi? Bor. Sut qotib qolgan. Yaxshi, kommentariyada yozinglar, oson usullarni aytaman. Eng ma'quli, masalan, eng ma'quli asal bilan karam. Aka, quvug'im muzlab qolyapti. Quvug'im muzlab qolyapti. Qora sedanani yog'ini surting, ichiga olov. Не получается. Алтынбек, не получается. Давайте. Интернет хороший у вас? Заново запрос сделаю. Месячник кирбей от Тарентовичи или менопаузин, или тысячелистник. Растение тысячелистник гонит месяц. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Ассаламу алейкум, ассалам. Алтынбек, брат, как вы? Алло. Алтынбек, у вас нет интернета? Ассаламу алейкум. Спасибо вам. Алейкум ассалам. Қалайсыз? Жақшымы? Аман-есенбі? Живой? Живой? Конечно. А Конечно. ну-ка так скажите, это вы какой болезнью болели? Сироспечен, ацит, фиброскам 83 был. Да. Индия отказ делал, Россия отказ, Кыргызстан отказ. Пили Торренту, в данный момент Торренту пили. Торренту, да, Торренту помогла. Да, иншалла. Ну, по воле Аллаха, мы только причины, брат. Спасибо. Вы же себепкер же. Biz sababchimiz. Sababchi. Конечно. Себепчи. Иншаллах, брат, как жизнь, как самочувствие? Сейчас нормально, идеально Нормально, чувствую, диету здоровый. держите, да, пейте Торренту еще. А если нет Торренту, перевезите, если есть уже, вам доступ есть в данный момент, если что, из Андижана пачками перевезите, я путь открою для вас, хорошо? Потому что в данный момент все филиалы закрыты Замирбайки. Я знаю, что вы с Замирбайки не ладили. Да. Я там часто буду, где вот пост таможня. Часто. Да. Они Хорошо. там часто будут. А когда приедете туда Ош? Не, в данный момент надо открыть филиал или магазин, если Замир не откроется. Потому что я думаю, что надо открыть все подешевле, чтобы было, и доступно было. Сделаем. У меня еще один вопрос. Уже одного вот ребенка, у него 15 лет сейчас, у него вот болезнь есть, Гоша. Что это Гоша? Болезнь Гоша? Да. Болезнь Гоша. Сейчас. Так, болезнь Гоша – это редкое наследственное заболевание, относящееся к лизосомным болезням, накопление при котором из-за дефицита фермента... Чё так? Болезнь Гоша. У него сейчас... все. У него сироз печень сейчас. Тарян поможет, да? Брат, я не гарантирую, это уже аутоиммунное заболевание же, редкое наследствие.
Надо попробовать вот такие тибетские пилюли. И Торренто, Пилю. ладно. Да, пилюли. Надо это попробовать. Болезнь Гоша. М, хоро- Понятно? Понятно, понятно. Хорошо. Ждем в Ташкенте. Хорошо. От души, брат. Обязательно буду. Оп, спасибо Хорошо. вам. Будьте Еще раз. здоровы. Так, откройте, пожалуйста, Бишкек. Иншаллах. Ассаламу алейкум, Таджикистан. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Tojikiston. Bapesh javob bering. Qaysi savolga javob beray? Assalomu alaykum. O't qopim og'riyapti. Besmертник iching. Agar sizda tosh bo'lmasa, besmертник. Kelishdikmi? Rastение бессмертник номер один при o'zbekcha aytish kerak-da. Besmертник deganga o'zbekchasini bilmayman, to'g'risini aytsam. Yoki sachratqi iching, u ham желчегонный. Xorazm, bu bepul usullari, gepatit C, Tarento. Grijdaga nima tavsiya beradi? Action Art Xorazmdan. Action Art Korak shirasi. Ikkovi yaxshi yordam beradi. Assalomu alaykum, assalom. Tak. Shum Zagib deyapti. Zammi, agar Tarento olib ichsangiz, ko'proq kasalliklardan qutulasiz. Besmертник bitta o't qopingizga, jigaringizga yaxshi foyda beradi. Xudo xohlasa, bepul usuli shu. Oshqozon osti qizarishiga mumkinmi Tarenta? Qarang, birinchi navbatda mumkinmi emas degan narsa birinchi navbatda nima qilish kerak degan o'sha savol bersangiz. Kartoshkani sokini ichinglar, baraka topkurlar. Kartoshkani sokini yoki kisel bor, tayyor, shiringina. Ha? O'shani ichinglar. Chorsuda bormi o't qopiga dori? Chorsuni bilmayman, yopilib ketgan men uchun. Chorsu bizlarga tegishli emas. Chorsuni, Farxatskini, yana boshqa Toshkentdagi barcha filial do'konlarda mana so'rayman. Toshkentda bitta yagona ofis, Toshkentda yagona ofisim Ko'kcha darvoza oldida. Tak, men akam bor, 3 yildan buyon o'rnidan tursa, boshi aylanaveradi, tinmay yotadi, uxlaydi, 10-15 yil natija bo'lmadi. Nima qilsa bo'ladi? Ay, kasalligini momosh, kasalligini nima bo'ldi kasalligi? Медвежий жест, когда выйдет, иншаллах выйдет. Очень проблема оказывается. Ательер, очень проблема оказывается ввести Узбекистан. Ух, проблема. И очень дорого оказывается. Мы попробуем это сделать, но хотим создать аналог медвежьей желчи. Аналог. А то очень трудно и недешево оказывается. Эрозия, qanday лечение? Эрозия qayeringizda? Aika, AZB. Где у вас эрозия? В женских половых органах или где эрозия? Или в желудке? Farg'onada ayni damda bor deb aytolmayman. E'tibor bering, Farg'onada bor deb aytolmayman. Biror bir do'kon. Farg'onada yaqin kunlarda ochamiz. Сезонная аллергия. Антипаразитарка сделайте. Или девесир, или шелуха. Отвар шелухи, луковая шелуха тоже против аллергии. Мумия тоже против аллергии. Женский. Облепиховое масло, тампон делаете. Или масло календулы лекарственное. Или само в календулу лекарственные отвар, лечебные сидячие ванны делаете при эрозии. Или отвар сделаете, календулу лекарственный, и спринцовка делаете. 55 yoshdaman, quvvatim yo'q. Uni gaplashishimiz kerak-da. Gaplashishimiz kerak uning uchun. O'rganishimiz kerak. На лук аллергия, мне нельзя. Ну хорошо, тогда Девесил или Мумио. Как вылечить аллергию на солнце? У вас много в крови черная желчь или желтая желчь. Избавиться надо от этого. Что выводит из организма черную и желтую желчь? Что выводит? Смотрите, возьмете Торренто и добавьте в конце
Заварить как чай. Ну, процедура идет же, кипятить, и в конце добавьте повелику, растение повелика, забейте в Google. Повелика, лечебные свойства. Он выводит из организма черную желчь. Ну, понятно? It Shatayev. O'xshamaysiz lekin 55 yoshda. Bu yerga bir-birlaringizga gap otish yo'q, ey. Shagametov, shartta 55 yoshdaman degan profiliga kirib rasmlarini ham ko'rib oldingizmi? Hoy yaramas. Как вылечить креатинин? Сколько креатинин? Trebistron oldim 86-46dan. Zakaz qilmanglar Instagramdan. Voy, zakaz qilmanglar. Zami, men sizga yuqorida javob berdim. Bu qog'ozda kista bor, bo'g'ilib qolgan. Men sizga javob berdim. Siz qayta yozyapsiz bu narsani. Против алкоголя препараты меня просто убьют или засудят, или вообще-то меня в тюрьму засудят, если я сделаю препарат против алкоголизма. Имейте в виду, это же бизнес. Я говорю, просто найдите кукольник и добавляйте в пищу, которую он пьет, ест. Ichkilikka dori. Hozirgina aytdim. Ichkilikka dori chiqarsak bizlarni qamashadi. Qo'ying. Sigaretga dori chiqarsak bizlarni qamashadi. Bizga kerakmi shu? Kimlarning biznesini o'ldirib. Chekmang. Мы ждем от вас ответа. Мирачка, выходите сюда, давайте. Я вам уже 3 или 4 раза ответил. Вы что? Эрбол, откуда вы? Из Казахстана или Кыргызстана? Parkinsonga nima tavsiya qilasiz? Tibetskiy pilulalarni. Здравствуйте, Здравствуйте, Кахарман. слушаю вас. Здравствуйте. У вас микоз, да? Да, уже больше год я уже ко всем ходила, уже я устала от всего, Кахарманаке. Я к вам вообще никак не могу. Мы с мужем уже ждем ответ. Я вот последняя надежда, вот даже до слез. Микоз, Уже мне не хочется. я вам сказал, почему вы Да. после Просто эфира... просто я не хочу в эфире просто комментировать про себя просто. Не, просто Я напишите хотела к вам. комментарии, я говорю. Да, я вам писала, просто вы свяжите, пожалуйста, со мной, если к вам, мне просто не к дерматологу больше искать других вам, и у меня тоже с мужем, и знать вот где весна, мы должны просто увидеть вот это все, и чтобы потом дальше что сказать. Мы Откуда просто вы? боимся, мы в Ташкенте Откуда сейчас вы? находимся. Ну, Мы хорошо находимся в же. Ташкенте. Если вам будет удобно, даже мы можем в Ташкенте встретиться. Самое главное, чтобы вы помогли нам. До какого числа вы будете в Ташкенте? Мы в Ташкенте живем сами. Ну, хорошо, 1 Душанбе, в понедельник. Приходите, пожалуйста. А где вот это все я вам писала? Если что, мне вот все адресом не пишите, лично с вами, Сестра, чтобы у меня в встретились, Телеграме все поговорили. есть. По ссылке в Телеграм зайдете, там закрепленное сообщение есть. Нажмете, там телефон, номера, локация, все есть. Кокча Дарвоза 6. Вы будете, да, там? Да, в понедельник. В понедельник будем. У вас микоз, да? Поняла. Это Спасибо. грибковое заболевание. Да, это Вы попробовали? Смотрите, здесь есть Спасибо. рецепты. Лечение Да. соками и растения. Давайте так. Лук натереть на мелкой терке и пропустить через мясорубку. Или отжать сок, смешать с медом 1 к 1. Хранить в стеклянной посуде. Потом смазывать больное место. Или обыкновенный яблочный уксус, я говорил. Яблочный уксус с черным тмином. Может, Кахарманаке, я приеду, я уже боюсь Хорошо. что-то попробовать. Просто, Хорошо, да, вы хорошо, посмотрите живую и все. Вы что Хорошо. скажете, и чтобы я к вам, как врач, чтобы с надеждой я приходила, чтобы вы Хорошо, посмотрели до проблемы и нет, после. сестра. Все, проблемы решим. Все, спасибо.
Все, Рахмат, Кахраман aka. Все, будьте удачи. Все, здоровы. спасибо. Mening mamam bir pachka so'lib qolgan. Almaty, kreatinin. Пойдете в Алмату. Алмата, я сейчас телефон номер скажу вам. Смотрите, готовьтесь. Я телефон номер дам. Алматинский. Договорились? Так. Сейчас, минуту. Так. Учебный товар, капелланы. Фотку сделаете. Смотрите, давайте. Вот. Фотку сделайте. Вот телефон номер. Обращайтесь. Это главный наш партнер в Алмате. Хорошо? Надеюсь, фотку сделаете. Onam qiynalyapti Parkinsondan. Murod. Keling. Xudo xolasa qiynalmaydi. Ko'kragimda sut yo'llari kengaygan, bir tarafi og'riydi. Zammi, mana shunday qisqa savollarni efir tugagandan keyin bering. Men sizga chiroyli retseptlar aytaman. Xo'p? Kelishdikmi? Efir tugagandan keyin efirda yozing yoki boshqa anavlarda yozing. Xo'sh, efirni yakunlaymiz, to'g'risini aytsam. Charchuqa. Menopauzani qanday olsa bo'ladi? Menopauza. Заказывайте, пожалуйста, заказывайте в ближайших филиалах из Казахстана. Доставку сделаем, иншаллах. Доставку. Договорились? Будьте здоровы, братья и сестры. 130 kiloman. Xudo xohlasa dorilar chiqadi, ozdiradigan. Salomat bo'lasizlar.